Imtihonga bir kun qolganda tayyorlanishni boshlagan o'zbek student qizini bir kuni. Bizda imtihon haftasida hamma darslar atmen bo'lgani uchun bugun ertalabdan kechqurungacha universitetimda kampusida o'qishga qaror qildim. Obedgacha o'qigandan keyin qornim ochgani uchun o'rtog'im bilan birga obed qilishga ketdik. Qorin ochligidan ko'ra ko'z ochligi yomon deganidek, bitta kebabni zo'rg'a yeydigan qizlar yoniga pitsa ham zakaz qilib olganmiz. Lekin bu ko'z ochligidan ham ko'ra prosta o'qishga yana qaytmasligi uchun vaqtni cho'zish. Afsuski, baribir realistga qaytishim kerak edi. O'zimga motivatsiya berish uchun yaxshi ko'rgan matcha latteimni olib, yana kampusga qaytdim. Imtihon haftasida studentlar kampusda почти что yashaydi va shu jumladan men ham. Soat ertalabki 8 dan kechqurungi 1-2 gacha studentlar o'qiydi. Ha, faqat daya imtihonga bir kun qolganida tayyorlanadi deb o'ylamanglar. Menga o'xshagan studentlar достаточно ko'p. Kechki paytgacha o'qigandan keyin ujin vaqti bo'lib qopti. Lekin juda ham plotniy obeddan keyin meni hech narsa yegim kelmadi. O'shaning uchun ujinni prosta skip qilishga qaror qildim. Sneakersga e'tibor bermanglar, buni olmadim. O'rtog'im bir xil narsalarni kserokopiya qilib olish kerak ekan. U o'zini kserokopiyasini qilgunicha, men ekrandagi kapibarani kserokopiya qilib turdim. Koreyada havo rezki sovib ketgani uchun qo'llarim qurib ketyapti. O'shaning uchun Olivyonga kirib, qo'l kremi ham oldim. Ozgina o'qigandan keyin ancha kech bo'lib qopti. O'shaning uchun qolganini uyda davom ettirishga qaror qildim. Va oxirida ukam bilan telefonda gaplashib, kunimni tugatdim. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.